Assalomu alaykum. Aka qandaysizlar? Zo'rmisiz? Yotavering aka. Siz operatsiyaga keldingiz, ha? Ha, yaxshi. Aka chutu nazmishmi? Korsetni vazifasi birinchi navbatda qarang. Belingizga tushadigan og'irlikni mana shu korsetga tushirishimiz kerak 1 oy. Tushunyapsizmi? Belingizga nagruska berishimiz kerak emas-da. O'shaning uchun o'tirgan vaqtida, turgan vaqtida korsetda yurishingiz kerak 1 oy. Turib korset taqish mumkin emas. Yotgan holatda belingiz, umurtqalaringiz sal ochilgan holatda korset taqish kerak. Korset yumshoq taqilmaydi, sal qattiqroq taqiladi aka. Xuddi mana shunday holatda mana. Hoppa taqildi. To'g'rimi? Mana. Ya'ni belingizga tushadigan og'irlik nimaga tushishi kerak? Korsetga. Есть mana. Sizlar tushuntirdi, o'zim taqmaganman. Mana yaxshi, yomon emas. Mana shunday korset taqdik. Endi qanaqa qilamiz? Sal divanning yonrog'iga kelamiz. Yon bo'ling. Mana shunday yon bo'lasiz. Oyoqlarni tushirasizda, o'ng qo'lingiz bilan upor berib tikka bo'lasiz. Tushundingizmi? O'ng qo'l bilan. Bo'ldi, davayt. Ana, tushundingizmi? Bundan maqsad nima? Umurtqani burmaslik. Nagruska bermaslik. Umurtqani burmaslik kerak. Umurtqa burilmasligi kerak. Umurtqa burilsa, sizda operatsiya sohangizdagi jarohatni yana yangilashingiz ehtimoli bo'ladi. O'shaning uchun ilojisi bo'lsa, nima deydi? Umurtqani burishni tavsiya qilmaymiz. Yonga tekis yotsangiz bo'ladi, tepaga tekis yotsangiz bo'ladi. Yon boshlab gavdangiz tekis turib, umurtqangiz yetib bunaqa burilgan holatda bo'lmasligi kerak. Kecha operatsiyangiz o'tkazildi, bugun javob beryapmiz. Grijangiz katta edi. Katta grija chiqdi. 22 mm edi. Ha, videosini ko'rsatishdimi? Hali oldingi MRT bilan bugunkini solishtirganim yo'q, ko'rganim. Bizlar shunaqa, markazimizda boshqa joylarda unaqa qilmaydi. Bizlar operatsiyadan oldin MRT qildiramizda, operatsiyadan keyin ham bitta MRT qildiramiz, ertalab tushib chiqdingiz-a? Keyin bemorni o'ziga ikkita MRT ni ochib ko'rsatamiz. Oldin bunaqa edi holat, hozir bunaqa deb turib. Grijangizni olayotgan vaqtida ham bolalar videoga olishdi. Uni videosini men bir so'rayman, bo'lsa ko'rsatamiz sizga. Katta grija bor, umurtqa kanalingiz qisib qo'ygandi. Xudo xolasa kanali ochildi, nasib bo'lsa. O'zgarish qanday? Necha foiz? Bormi aytavering? O'zgarish 100% desam bo'ladi. Ha, 100 endi 100% deb o'zingiz aytyapsiz, aslida aslida 100%. Jarrohlik o'sha qilgan joyi og'rib turibdi. Ozgina og'riq bo'ldi. O'sha kecha og'ridi u ham. Hozir yaxshi hozir. Hozir yaxshi. Lekin oyoqlarim mana 2 oy, 2,5 oydan beri menga rosa azob berdi. Yurolmay oqsoqlab qoldim-da. Oqsoqlagan hozir mana hech narsa yo'q, cho'tki. Oqsoqlagan holatda keluvdingiz. Ha, shu oqsoq holatda. O'sha nima deydi? 1 oy, 2 oylab yurgan odamni nerv pitaniyasi, oziqlanish buziladi-da, olib tashlaganimizdan keyin tiklanishga uzoqroq vaqt ketadi. Sizniki mana kecha operatsiya vaqtida kelmanda. Vaqtida keldingiz, kecha operatsiya bo'lgan bo'lsangiz, bugun mana o'zgarishlar sirasi sezildi. Bitta turib yurib ko'ring chiqani. Yo'q, bismillah. Oyoqlarim yaxshi. Mana bu narsa sal xalal beryapti. Ha, yo'q, u narsa vaqt qilmaydi. Yaxshi, Xudoga shukr. Zo'r, orqaga qarab yuring. Alhamdulillah. Qani, yuravering orqaga qarab. Nima fikrdasiz? Termizdan bir og'aynimiz 5 yil oldin operatsiya qilgan ekanlar. Shu kishi maslahat berdi menga. Nodirxon degan qarindosh bilan uzoqroq, yoshlikda birga o'ynab yurgan, ular Termizlik edi. O'shani maslahat qildi mahalladoshlar. O'sha Nodirjonni topib nomerini o'sha bilan gaplashdim. Ki bu kanalga meni a'zo qilib qo'ydi. U nomerlari bor ekanda. Kanalga a'zo qildi, keyin istoriyalaringizni kuzatdim keyin. Bu bola vashim aka dedi, eng og'ir ishlarni qilaman dedi. Yurolmay qolganman dedi. Keyin shu uyg'ondi-da menga nima deydi? Yurak urdi. Bo'lmasa operatsiya qilish hayolimda ham yo'q edi. Ixlos paydo bo'lgan. Ha, keyin keldim. Yaxshi. Ko'rdim operatsiya jarayonlarini ko'rib keldingiz. Keldim ha. Operatsiya vaqtida qiynalmadingizmi? Yo'q, hech narsa sezganman, uxlab qolganman menda. Uxlab qolgansiz. Charchagandim, uxlab qoldim. Yaxshi. Qani fikringiz qanday? Hozir bir ikkita aka xollar telefon qildi ishxonadan. Hamma ahvol so'rayapti. Tavsiya qildim, to'g'risi. Ularda ham bor ekanda, shunaqa kasallik. Ularga lokatsiya tashab berdim, keyin o'sha kanalni tashab berdim. Ko'ringlar, kuzatinglar dedim. Qildirsa bo'larmikin? Bunchalik qo'rqinchli narsa emasmikan? Hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Eskidan juda qo'rquv borda, ochiq operatsiya qildirib oyoq ishlamay qoladi, yo'q deydi. Hozir bizlardagi xalq tilida lazer deydi, endoskopiya. Ruskan qanligida teshikchadan kirib olib tashlanadi-da. Sizniki juda katta edi, kanalingizni o'zi qisib qo'ygan dedi. Ular endi aytdilar-ku, bu yog'iga o'zlaringni qo'llaringda ehtiyot qilish. Endi
Iloyim. O'sha 5 yil oldin operatsiya bo'lgan odam hozir qanday? Yo'q, shu odamni gapi bilan keldim. Kelmasdim. O'zi mahallani bolalari o'sha nevrologiyami respublikanskiy qayerda o'shanga tavsiya qiluvdi. Tanimagan, bilmagan odamlarim, ko'rmadim. Kim u deyman. Uydagilarim onamlar yig'lab yubordi-ku. Sen operatsiya qildiryapsanmi deb. Men aytdim, Allohga tavakkal ona dedim. Yaxshi mutaxassis ekan deb keyin qilib oldim. Zo'r. Shunaqa. Rahmat. Sog' bo'lib keting. Mayli, sog' bo'ling. Omon bo'ling. Mayli. Bo'pti, mayli. Rahmat.